Allahu Ekber. Allahu Ekber. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Biz mana Uyg'ur nakasi Chonja isida ota-ona roziligi, Alloh roziligi degan temani o'sha Uyg'ur nakasida tushunmoqchimiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Qanaqa ahvolingiz opa? Yaxshi kun, yaxshi oylarda meni kechiribsan. Gunohlarim bo'lsa. Bilib-bilmay qolgan gunohlarim bo'lsa, meni kechiribsan. Kechiribmi bolam? Kechirmay o'slan. Kechirim so'ray deb zon chiqqan-ku. Rahmat bolam, rahmat. Ma'qul. Alo apa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Apa masha et ayda qilgan et ay muborak bo'lsin. Rahmat, amin bolam. Et ayda masha et ayda qilgan gunohlarim bo'lsa kechirim so'raydigan. Uy bolam, kechirdim, seni kechirdim, saqma ish qochirdim qumdongo bolam, senin bolam. Mashallohdan Ассаламу алейкум. Как дела, мам? Yaxshi kun, yaxshi aylada. Sizdan kechirim so'rayman. За все мои неправильные мысли, за все мои грехи. Мам, прости меня за все. Я тебя люблю, мама. Я тоже тебя люблю.